Mo'minning stories va post narxlari qancha ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha kuzating. Mo'min, sizni menimcha kumiringiz bu Jim Carrey. Nega? Xarakterlari, qiluvlari va boshqacha. Kumiri bo'lganim bilan unga taqlid qilmaslikka harakat qilaman, lekin ketib qo'yaveradi. Mo'min, hech millionni bir yetakchi a'zosi bo'laman deb o'ylaganmisiz oldindan? Endi bizga navbat keladimi, kelmaydimi deb o'ylaganmiz, endi taqdir taqozosi bilan mana keldi. Unaqa deb o'ylamaganman hech ham. Muvaffaqiyatingiz sababi nimada o'zi aslida? Onani duosida deb o'ylayman. Avvalo Xudo va nazarda deb o'ylayman aka. Ashxobod parkida nima qilib yursiz? Bu yoqqa biz reklamaga kelganmiz. Tirikchilik. Reklamangiz narxi qancha turadi o'zi? Reklamamizning narxi storiesimizda 1600, postimizda 6,5 ming, reelsimizda 5,5 ming. Bu nimasiga deb ko'pchilik yozishi mumkin. Kamida $1000 dan $1,5 rasxod qilamiz. Bitta reklamaning ustida 12 ta odam ishlaydi. Shu darajada reklama beradiganlar ko'p. Bor, xudo. Menga beringlar o'sha reklamaning bir qismini. Men chiroyli qilib reklama qilib bering deydigan blogerlar ko'p-ku, to'g'ri? Bu videoni Mo'minning ashaddiy muxlislariga tarqatib yuboringlar. Va sizlar uchun xudo xolasa tez kunda haqiqatdan zo'r va katta yangiliklarimiz bor. Demak, kuzatishda davom etinglar. Mo'minning profiliga a'zo bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman.